Orqa bosim regulyatori tizimni bosim cho'qqilari va ortiqcha bosimdan himoya qiladi. Agar belgilangan bosim qiymati oshib ketsa, klapan atmosfera tomonga chiqarishni boshlaydi va bosim yana kerakli maksimal qiymatga tushguncha shu jarayon davom etadi. Nazorat qilinishi kerak bo'lgan bosim kirish qismiga inletga ulanadi, chiqish qismi outlet esa atmosferaga ochib qo'yilgan bo'ladi. Chiqish qismidagi rezbali ulanish turli gazlar yoki suyuqliklarni maqsadli ravishda chiqarish uchun ishlatilishi mumkin. Diafragmaga ta'sir qilayotgan prujina kuchi diafragma ostidagi bosim kuchidan katta bo'lib turgan vaqt davomida klapan o'rindig'i yopiq holatda qoladi. Agar bosim oshib, diafragma ostidagi kuch prujina kuchidan ortib ketsa, klapan o'rindig'i ochiladi va ishchi muhit chiqish qismiga oqib o'tadi. Kirish bosimi kamayadi va diafragma yana klapan o'rindig'ini yopadi. Prujina kuchi shpindel yordamida sozlanishi mumkin. Shpindelni soat strelkasi bo'yicha burash orqali prujina tarangligi oshiriladi va diafragmaga tushadigan bosim ortadi. Natijada diafragma ko'tarish uchun ko'proq kuch talab qilinadi. Qarama-qarshi bosim qanchalik katta bo'lsa, diafragma shunchalik yuqoriga siqiladi va shu bilan birga klapan o'rindig'i ham kengroq ochiladi. Shuning uchun bosim diapazonini tanlashda u kerakli maksimal bosim qiymatiga yaqin bo'lishi tavsiya etiladi.